O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni mamlakatimizda mehnatkashlar manfaatlarini himoya qilish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini yaxshilash yo'lidagi muhim tizimning mustahkamlanishida, jamoatchilik faolligini oshirishda va xodimlarni qo'llab-quvvatlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Sana munosabati bilan kombinatning Olmaliq metallurg qurilish trestida bayram tadbirlari va turli tanlovlar tashkil etildi. Olmaliq metallurgiya kombinatini qaysi korxona tashkilotida ishlashdan qat'iy nazar biz barchamiz kasaba uyushmasi a'zolarimiz. Trest kasaba uyushmasi a'zolarini rag'batlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini amalda qo'llab-quvvatlash hamda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish maqsadida rahbardan yoshlar va ishchi xodimlarga kitob aksiyasi o'tkazilib, unda 95 dona ilmiy va tarixiy adabiyotlar tarqatildi. Kombinat quruvchilari mehnat jamoasida ijobiy muhitni mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning tashabbuskorligini rag'batlantirish yo'lida korxonadagi xotin-qizlar o'rtasida eng yaxshi oshpaz tanlovi hamda Trest bilimdoni intellektual ligasi, shuningdek darts sport turi bo'yicha musobaqa ham tashkil etildi. Yakuniy natijalarga ko'ra, eng yaxshi oshpaz tanlovida birinchi o'rinni Zohida Abdumavlonova egallagan bo'lsa, ikkinchi o'ringa Shohista Egamberdiyeva va Shahlo Jumaboyevalar loyiq deb topildi. Trest bilimdoni o'yinida Zulfiya Qo'shmatova, Mahsuna G'aniyeva, Gulnora Normuratova va Shahnoza Turg'unovalardan iborat bilimdonlar jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Darts musobaqasida esa ayollar o'rtasida Zulfiya Qo'shmatova, erkaklar ichida Nuriddin Abdurasulov birinchi o'rinlarni egallashdi. Barcha g'olib va faol ishtirokchilar kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.